Alo. O'tkir qo'y pirishi eshitadi. Nima qurbonlikqa qo'y? Qo'y. Qurbonlikqa qo'y deydi. Har kun mashina hayit bo'lsa ham mayli edi lekin. Uka, bo'lishi $50,000. Ayla katalogni ko'rding, har xilcha qo'ylar. Aka, qo'y ham $50,000 bo'ladi. Qo'y tilladanmi? Tilla bo'bam 3.9 Pro va tilla, uka. Onasini emsin. Bu tagiga nima dollar tashagansiz? Zagut ketmaslik uchun dollar to'shab qo'yganman. Qo'ydi nonushtasini beringlar. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from Bering qan singilcha? Ongaselchim. Ko'ryapsanmi? Senda yo'q sharoit bu qo'yda bor. Hattoki men qo'yga qarayotgan qizlardan muchali qo'y. Yana 2 million so'mga bering deysanmi? Hayda biydan jo'ra. Qo'y boqish uchun qo'y kabi bo'lsizlar. Mol boqish uchun ham qo'y kabi bo'lsizlar. Men ham birinchi po'choq terishdan boshlaganman. Dadam shunda menga aytgan, bolam po'choq ham bo'lmaysan degan. Mana ko'rib turibsizlar, oydagina motivatorman. Ustoz savol maylimi? Nimaga shu oxirdagi qo'yni dumbas katta? Buni laqabi qo'yiza. Qo'yiza, ha. Shu uchun dumbas katta. Qo'ydan zo'r daromad olish uchun qo'yni 1 yil davomida umuman sotmangsizlar. Shunday qurbonlik boshlangandan milliardga sotasizlar. Ko'ryapsizlarmi qo'y kuyum qanchalik darajada baland? IQ. Thank you. O'quvchilaringizga hayitlik qilib bittadan qo'y bermaysizmi? Juda ham very good savol bo'ldi. Hayitlikdan men emas, ishonch do'konlari beryapti. Har bitta 3 million so'mlik xarid uchun bitta sovg'a, 6 million so'mlik xarid uchun ikkita sovg'a, 9 million so'mlik xarid uchun 3 ta sovg'a. Xullas, va hokazo. Qancha sovg'a qilsangiz, shuncha sovg'a beraveradi. Bu hayitlik qachongacha bo'ladi? Qara shu savol bo'ldi. Hayit sovg'asi 26, 27, 28-may kunlarigacha davom etadi. Shashilib qolsizlar. Olaqay bo'lib to'lashga 700 ming so'm beraman. Yo, aka, tilla qo'ydami, ololmayman buni. Qilamas kraskalangan bu. Yo, aka, rahmat, ololmayman, uzr. Ko'rasan, kar yana hayit kelar-ku. talk dirty to me. Talk dirty to me. Aliya, assalom qarindoshlar. Tabingizlar biz Tashkent Cityda. Mardombek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingizni jimtab turing, ana qilib turing. Ay, Tashkent Cityga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Keyingizlar sizlar ham maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Vel aylansang menga nima so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilanmi? Qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanmi? Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana, kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Ey, Toshkentga borib osh yeganini maqtay yotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay-u nima bu? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz, muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent Satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Ne navish o'yini.
Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim ah mening. Ha, hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsda big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglama takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir so'm maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbat. Eslaydi endi, nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib luk qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Ya, xavotir olma, vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Aktivizmlar uch bermayman deyaptilar. Xonada tayinlanar ekanmiz. Men tayinlanmayman xonada. Bo'radi xonaya. Mashashlik o'ynaymiz, kellaring. Faqat menga kerakmi? Mana shu bayramlar men yugurib yuraman. Kellaring, chiqlaring mamutga. O'zlaring qillaring, ketdi. Tayinlanamiz. Go. Nima qo'ysan? O'rta cho'rrosan. Qo'y sharmanda bo'lamiz. Qo'ylarni qimi qo'y qolamiz. Qarama. Bundoq o'tkazib yuboraman. Bundoq olib ketdi o'ynaysan. Hozir oyoqdan boshlaymiz qizlar, ketdi. 1-2-3. Chocolata, mami. Aha. Oyoqdan boshlaymiz, oyoqdan ketdi. Chocolata, mami. Qanot yaqinroq kel. Baqirma. Bu ala zo'r tayinlayotgan ekan. Bor shu ala bilan tayinlab. O'zlaring qillaring, o'zlaring. Sharmanda, bitiruvga ham shunaqa narsa qo'yadimi? Men aytgan shularga o'ynaysanlar. Davay ketdik. Aylan. Yelkan o'z. İpekleri sinnadan, İpekleri demeyizler. Dur, ko'l. Kulib, ha, dur. Tazim. Ergash aka, qani? Ergash aka. Eshitma. Ergash aka.
tekin bo'lar ekan bugun. To'xta. Ota-onam menga birovda haqqi teshib chiqardi dedi. Xatga yozib qo'ying. Shirali traktor is 40 ming dollar. Nima yig'layapsan? Aka, 25-payt bitirdik. Hammamiz yig'lab xayrlashdik. Oni yig'layotgan birsini buni bolasizlarmi deylar? Videodan tarqalib ketdi. Yig'lab xayrlashdik. Dovdir indinga matematikani imtihoni bor, ko'rishasan u. Ha, kim bor? Narvedlar, qanday? Kimmi? Bitiruvchi. Bitiruvchimisan? Sinfdoshlaringga ayt, o'qishdan keyin hammalaring yaxshi kasb deganlab yo'llaringni topinglar, xo'pmi? Nimaga? Transformatorni oldi, boshqa darmetga joy yo'q. Maktabni bitiribsan, plan qayga endi? Taksi qilsammi deb. Darrov taksi, ha? Bir o'qishga kirishlarni plan qil. Jahon tillariga o'qishga kir. Nima qilaman? Til bilgan yaxshi-da, taksiga turist chiqmaydi o'ylaysanmi? Gaplashib ketasan. Ana sinfdoshlaring makka quchalab oldingmi? Nimaga? Qaytib ko'rmaysan ularni. Aka, biz guruh ochdik 9ga qadrdonlar deb. Qadrda o'chirib tasha 9ga donla qolsin, xo'pmi? Nimaga? Qadr qolmaydi. Ha, donla yig'ilmadi, qadr yozaysan. Nima yeyapsiz aka? Olmani urug'i, kallani yaxshi ishlata. Menga ham bering. Donasi 50 ming. Mana, sizga nechta ekan? Bitta. Mana. Aka, 50 ming to'lqin olmayveradi-ku. Ko'rdingmi, kallang yaxshi ishlashni boshlayapti. Eski qazini. Zato urug' yangi olmaniki. Akalar, kurgilarga meni ham qo'shinglar. Darmetlagan. Ha. Unda g'iybatni zo'r qilishing kerak. Qilamiz. Qani mana suvda g'iybat qilib berchi. Bolalar, Andijondan ishlab chiqarayotgan raya suvlari yangicha tamda zamzam suvi aralashtirib chiqarilyapti ekan. Yo'q, qara, bunaqa emas, qara. Nargiz bor-ku, Rossiyadan homilador bo'lib ketdi. Bola kimdan ekan? Eridan. Shunaqa bo'lish kerak-da.